Bu voqea 90-yillarda Misrda sodir bo'lgan. Misrni Xulvon degan shahrida sodir bo'ladi. Hoshim degan bir qozi bor ekanda, endi sudya. Ko'p yaxshiliklari bilan nom qozongan ekan. Odamlar u qanday hukm chiqarmasin rozi bo'lar ekan. Ya'ni hech adolatsiz bir hukm chiqarmasganda. Va hatto shunday holatlar bo'lgan ekanki, odamlarni bir qarzdor bo'lib qolsa, boshqa bo'lib qolsa, o'zini hisobidan bo'lsa ham o'sha qarzlarini yopib ozodlikka chiqarib yuborar ekanda. Navbatdagi bir sud bo'lyapti va sudda ayblanuvchi o'laroq aytishadi, ayol kishini ismi aytildi. O'sha paytlarda ayollarni qamab qo'yishmasganda. Hamma birdan behuzur bo'ldi va aybdor o'laroq ayol kishi sudyaning qarshisiga chiqarildi. Masala shundan iboratki, ayol pulni isrof qilganlikda, ya'ni birovdan pul olib, uni vaqtida qaytarib bermaganlikda, u pulni yeb tugatib qo'yganlikda ayblanyapti-da. Keyin sudya ayolga qarab uni ahvolini so'radi deyishadi. Ayol 50 yoshlar atrofida, beva ayol, turmush o'rtog'i vafot etgan va 3 nafar qizi bor. Va amal taqal qilib hayot kechirishadi. Sudya aytdi, nega bu 7000 junaytni to'lamayapsiz? Nega buni sarf qilib yubordingiz deganda ayol aytdi, yo'q, unaqa emas. 7000 junayt emas. O'zi 1000 junayt edi. Yanglishlik bo'pti, xato bo'pti. Unaqa emas. Men har oy 60 junaytdan to'lab turishim kerak edi. Lekin ahvolim biroz tang bo'lib qolgani uchun vaqtida to'la olmadim. Shuning uchun meni ustimdan arz qilishgan, lekin u 7000 junayt emas edi, u 1000 junayt edi. Da'vogar o'zini qizini advokat qilib yollagan ekan. Ya'ni da'vo qilayotgan odamning advokati o'zini qizi ekan. Sudya unga qaradida, 1000 junayt deyapti-ku bu, nega siz 7000 junayt deyapsiz deganda, u advokat qiz aytdiki, yo'q, otam 7000 junayt deb aytdi. Sudya har ikki tarafni eshitgandan keyin qaror qabul qilish uchun ichkariga kirib ketishadi. U yerda tinglovchilar ham bor edi, ular ham tashrif buyurishdi ichkariga. Hukmni e'lon qilishdan oldin bir to'planib, bir nuqtaga kelib olish uchun ichkariga kirib ketishadi. Shunday kirib ketishdi ichkariga. Ichkariga kirgandan keyin bu Hishom degan sudya u yerdagilarga aytdiki, men sizlarni hammalaringdan bir marhamatli, bir yaxshilik qilishga imkon tug'ilib qolsa yaxshilik qiladigan, boshqalarga quruqdan quruq zulm yetkazmaydigan odamlar deb bilaman dedi. Va yonidan ro'molcha chiqardida stolning ustiga qo'ydi. Keyin cho'ntagidan pul chiqardi. Pulni sanaganda 500 junayt chiqdi. Boyagi 500 junaytni stol ustida o'zi qo'ygan ro'molchani ustiga qo'ydi-da, bu meni yonimda bori shu ekan. Lekin aniq bilamanki, sizlarning ichingizda ham u ayolni qarzini to'lashga, ozodlikka chiqishiga yordam berishni istaydiganlar. Alloh taolo bizga bergan bunday bir xayr qilish imkoniyatini yo'qqa chiqarmaydiganlar, qo'li ochiqlar topiladi deb o'ylayman, dedi va ketdi. U yerda o'tirganlarni kimi 1000 junayt, kimi 300 junayt, yana kimi qancha, xullas kim qancha istasa, qanchaga imkoniyati bo'lsa, ro'molchani ustiga qo'ydi. Va yig'ilgan pul
8,000 Junayd bo'ldi. Boyagi advokat qiz shoshib tashqariga yugurib chiqib ketdi. Keyin hukm o'qish uchun bular yana sud zaliga qaytishdi va qozi Hishom dediki, ayolga, mana bu yerda biz imkonimiz boricha o'rtaga qo'yib 8,000 Junayd yig'dik. Sen mana shu 8,000 Junaydni olgin, buni hammasi seniki, chunki sen uchun yig'ildi bu. Va bundan 7,000 Junaydni to'lagin qarzingni va uyingga borgin, bolalaring yoniga dedi. Va advokat qizga qarab aytdiki, siz ham bu 7,000 ni oling va rozi bo'lingda bu ayolni chiqarib yuboraylik endi. Ayol kishi bu yerda qolmasin. Yana 3 ta bolasi bor ekan. Yana ayol boshi bilan bunday mahkamalarda, sudlarda o'tirish yaxshi emas, og'ir keladi dedi. Keyin boyagi advokat, yo'q, 7,000 Junayd emas ekan. Men dadam bilan gaplashdim. 500 Junayd ekan. dedi. Keyin bu qozi Hishom aytdiki, atrofdagilarga kulib, demak shu boya men birinchi qo'ygan 500 Junayd ekanda, buni qarzi deb bir kulgi bo'ldi. Keyin boyagi ayolga aytdi, bu pullarni biz sen uchun to'pladik. Olginda yaxshiliklarga ishlatgin. Alloh hayotingga qulayliklar bersin, osonliklar bersin, xayr bersin dedi. Odamlar endi o'sha yerda takbirlar aytilgan, boshqa bo'lgan, hamma sanolar aytgan, boshqa zaldagilar ham chopib ketdilar. Endi nima bo'pti ekan bu yerda deb. Boyagi 7,000 Junayd qarzi bor deb sud qarshisiga olib kelingan ayol qo'lida 7,5 Junayd bilan uyiga qaytgan ekanda. Qozi Hishomga o'xshagan odamlar hamma jamiyatlarda ham bor albatta. Kimini nomi chiqqan, kimini nomi chiqmagan, kimdir eshitilgan, kimdir eshitilmagan. Bu har qanday qozilar uchun, sudyalar uchun bir o'rnak, bir ibrat. Jamiyatda halol, adolatli odamlar ko'paysa, xalqni turmush tarzi farovonlashadi, yaxshilashadi. Ya'ni bu odamlar ustidan hukm qiladigan qatlam odamlarni qiynash uchun emas, ularni hayotini yengillashtirish uchun bo'lsa, ularni adolatsizlikka duchor qiladigan emas. Aksincha, ularni adolat bilan ro'paro qiladigan, ularni hayotiga adolat bilan munosabat bo'ladiganlar bo'lsa, ko'pchilikning hayotiga yaxshiliklar kirib kelgan bo'ladi-da. Ko'pchilik qiynoqlardan, siqilishlardan o'zini, atrofdagilarni saqlab qoladi. Birovga yaxshilik qilayotgan odam eng avvalo o'ziga yaxshilik qilgan bo'ladi. Buni hech unutmasligimiz kerak. Alloh bizni hech qachon mana shunday mahkamalar qarshisiga chiqadiganlardan qilmasin. Qiyin kunlarimizda o'zi madadkorimiz bo'lsin. Qo'rqoqlardan qilmasin, ojizlardan qilmasin, tamballardan qilmasin. Bu qarzlarni deb bo'yni bukilib qoladigan, qarzlarini yukini tagida qolib ketadiganlardan qilmasin. Bandalarni oldida egilib qoladigan bandalaridan qilmasin. Boshni baland ko'tarib, tabassum bilan yaxshilik ulashib yashaydiganlardan qilsin. Shunaqa.